Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kadarlık Facebook'taki dünyanın her kaysi caylardaki kerindaşlarım. Hemmeğlarınki muşu vakti ve bunun ikinki vakti bu dünyalıkı ve o dünyalıkı hayırlık olsun. Ben dostumla Abdülaziz Beş Toğrak. Biz her şembe günü de gidek çüştünkün işlemeyimiz. Şu çüştünkünlük vaktin paydalanıp sizlerle birlikte dünyadaki dağınık kitaplar olsun ya erkinsiz akımızın kitapları olsun iş kılıp yüzümüzni takammallaştırışqa, yüzümüzde terakki kıldırışqa paydası bolğan kitaplarını tavsiye kitaplar olsun yelik ya olmasa yüzümüz tanlagan kitaplar olsun. Şularını sizlerle birlikte öğütüatımız kadarlı qarindaşlar. Bugün ünümdar kişilerinin 7 adeti Stephen Covey'ninki bu kitabını birlikte öğünüşte davamlaştırımız 194. betkiçe 174'tün birlikte öğünüp çıkımız canım dostlar. Bu babdinki asaslık mezmunu bugün öğündüğün mezmun nime desen lan? İkinci bölüm yekke dairesideki muvaffakiyet. Bunun 4. bab, 2. adet nişanlık iş başlaş. Yani herkesin kitabının o akçan logosun aldın betini baş betini köysenler şey adıma ben daha 2. kitabı o da ama SWOT analizi aşağıda bir tane hedef yani ok atadığan okya atadığan şu bazda koyumuz aşağıya köystilgen yani nişanlılık bir nerse nişanlap durup kılmasak okunu caydığa atanmayımız zaya olup gidiyor. Şuna bu işlanıma nişanlılık kılışka ait mezmunlarını bugün bu 2. adetteki bazı mezmunlarını birlikte öğünümüz bu. 2. adet yani nişanlılık iş başlaşının yeni bir mənisi öz üzünü yitekleş. Nurgun adam muvaffakiyet kazangadınken mənisizlik his kılıdı. Nam abroy kazangadınken əfsusluq ilkide üzü üçün en kıymetli nəsələrini yo'qotganligini bayqaydı. Şu sebeplik biz aldı bilen ulug'var g'oya turg'izishimiz hamda mushu g'oya yo'lida to'xtovsiz ilgirlashimiz kerak. Shunda da turmushimiz yangi ma'nilarga to'lg'usi. Yeni bir aqliy söz varken ichki kuch bilan selishtirganda tashqi shay ile hech nimaga arzimaydi. Buni degan gap buna degan adam Oliver Wendell Holmes Amerika soğutununki sabık Sodiyasi ekan. Bugungi baş temalardan meni ishlatishga mahir bo'ling. Ol meni taraqqiy qildirishninki ikki xil yo'li öz rolü ve nişanını muayyenleştiriş, ailenin burç kitapnamesi, kollektifinin burç kitapnamesi, iştirak kılması ayan olmaz, paydılık kösetmeler diyen bu temalarını birlikte öğünüp ütümüz. Şunun bilen bugünkü öğünüşümüzde 2. babını yani 2. babının 4. bölümünü yani 2. bölüm yani yekki dairesideki muvaffakiyetinin 4. babıdaki mezmunlarını yani 2. adetini nişanlılık iş başlaş diyen mezmununu tuluq tüketken bulunmaz. İnşallah ömrümüz yer versek kilerki dersimizde 5. bab 3. adet muhim işini başlık kılın. Yani üzünü başkuruş prensibi. Ma aldığın kısa üzünü yitekleş nişanlılık iş başlaş diyen üzünü yitekleş prensibi. Bu üzünü başkuruş prensibiken kiler ketim ügündüğün mezmunlar. Anda vaz kıyırımdaşlar Bismillah deyip dersimizni birlikte başlap kiteyli. Buruç kitapnamesini yeziş ve onu icra kılış dedik. Onu öpkende en ahırkı bir mezmunken bunu birlikte okup onundan keyin meni eshitishga ütep kitimiz qadirli qarindoshlar.
Buruç kitapnamesi yazış ve onu icra kılış. Frankl biz kişilik burcumuzni yaratquchilar emas, balki bayqig'uvchilarmiz deydi. Bu so'z to'limi joyida aytilgan. Umuman har qandaq bir jonda aql bo'ladi ekan, shu odamning o'z alohidligi va burchini bayqashga yetarlikdir. O'z alohidligini va burchini bayqashga yetarlik bo'ladi. Aql bo'lsa, aqlni ishlatmasak, o bo'lmaydi degan gap. Biz bu nishonni amalga oshirishda aktiv tashabbuskorlik bilan ta'sir chemberining muhimligiga ahamiyat berishning zarurligini qaytadan his qilamiz. O'y xiyollarimizni o'zimizning diqqat chemberiga qaratib olish, hayotning abstrakt ahamiyatini qo'llashga berilib ketish, o'z mas'uliyatimizdan voz kechish, taqdirimizni muhit yoki kimlarningdir ig'dorchilikqa tashlab berganligiga barobar. Frankl to'g'ri aytgan. Har bir odamning o'ziga tushliq mas'uliyati yoki burchi bo'ladi. Birovning uni vakolatan bijirib qo'yishi asla mumkin emas. Hayot bir qatimli kelgan ekan, hayot nishonini amalga oshirishmi insonga bir qatimla nisb bo'ladi. Cheki takdirdan olganda siz hayotning ma'no ahamiyatining nima ekanligini surishtirmaysiz. Balki hayot sizni yashashning ma'nosi haqida so'roqlab turadi. Bu ma'nodan olganda inson chuqur o'z hayotiga mas'ul bo'lishi kerak. Bayatimmo bir Twitter'da bir narsa paylaştım qadrli qarindoshlar. Sura Baqaraning 134-oyatida har qandaq bir inson o'zining qilgan ishiga o'zi mas'ul bo'ladi degan oyat qadrli qarindoshlar. Hech kimninki mas'uliyatini ustiga ololmaydi qadrli qarindoshlar. Shunlashqa biz o'z mas'uliyatimizni to'nib yetishimiz kerak. Bo'lmagan chaqda shu boshqalarning qo'li bo'lib qolgan gap, jinim do'stlar. Kompüterga taqqaslığımızda başta etkinimizdek insan öz hayat programmasının lahiyeligiçisidir. Bu bab sizden hayat programınızı yani öz burç kitapnamanızı yazıp çıkışını talep kılıdı. Elbette bu bırakla kıyamaga yetkizilgan iş emas. Etraflık mulahize, qayt özgertiş, arkasında andın destekli lahiye turguzuş mümkün. Bununla belki bir neçe hafta, hatta bir neçe ay ketişi mümkün. Lahiye turguzulgan takdirde mi yine aralab özgertiş ve tüzütüş gerek buludu. Onun üstüge vaktinin ötüşüge ergişip oy fikirmi özgürüp barıdı. Meyli qandaq buluşudun qat'i nazar. Buruç kitapnamesi, buruç kitabı kişilerge asasi kanun. Negizlik kişilik qarash, barlıq payda ziyan, erişiş ve yo'qotishdagi asosiy mezondan direkt berdi. Buruç kitapnaməsinin yazış jarayonining muhimlik darajasi o ilib boradigan oqibatdan qilishmaydi. Yazık qilib bitish uchun o'zingizning haqiqiy g'oyangizni, ya'ni eng oliy hayotlik nishoningizni tahqiqlang. Aklınız aydak süzülüp, maneviyetinizin yükselişine ergişip, yeni özgücü toygunu kütüp alırsınız. Kadirli qarindoshlar, meni işitishga mahir bulun. Özlük eng asosida ideyamizni tekshirib turish buruç kitabı yazışga o'xshashla foydali. Buni yazış davamında biz 10 mingning asosli funksiyasi hisoblanadigan tasavvur kuchi va ongdan iborat ikki xil to'mi iqtidorining rolini to'liq joriy qildirishimizga to'g'ri keladi. 10 mingning iqtidoridan qanday foydalanishni bilish hayotni planlash iqtidorimizni yuqori ko'taradi. Tadqiqot natijalarida ko'rsatilishicha odamning miyasi o'ng va sol ikki qismga bo'linadi. Sol miyaning asosli funksiyasi
logikalik tefekkür ve til iktidarını bertaraf qilish. Olmalı bolsa adamның ijodkorlik iqtidori ve bevosita sezimini idora qiladi. Solmağa yiziqni, o'ngmig'imiz solmağa yiziqni, o'ngmig'imiz suratni bertaraf qiladi. Solmağa yiziqni, o'ngmig'imiz suratni, hozir ko'rib turgan suratni bertaraf qiladi. Solmağa qismanlik yoki tahlilga ahamiyat beradi. Solmağa hem yazishni, hem qismanlik, hem tahlilni ve ahamiyat beradi. O'ngmağa bir bütünlük ve birlik ahamiyat beradi. Deptu qadrli qarindoshlar. Yani suratga tortish uchun bir bütünlük bir narsani ustidan kuzatish kerak-ku. O'ngmag'ninki iqtidori bilan solmag'ning iqtidorini so'zlabdi. O'ng solmag'ni tangpung taraqqiy qildirish hamda xohlagan vaqtda o'zaro almashtirish eng oqilonilikdir. Bundaq bo'lganda masalalarga hukm qilishda qaysi yeri menga inkos qaytarishga tegishli bo'lsa, shu mengadan foydalansa kifoya. Lekin har qanday odamning cho'ng mengisining ma'lum bir tarafi bakrak taraqqiy qilgan bo'ladi. Shu sababdan masalalarga duch kelganda bir qadar taraqqiy qilgan tarafning funksiyasi orqali inkos qaytariladi. Abraham Maslow, amerikalik psixolog, o'z so'zida mundaq deydi: Bolqi ishlatishga mahir kishilar jiq narsalarni mix deb qaraydi. Kitabimizning beshida tilga olgan yosh cho'kan qiri xotin haqidagi o'xshamagan fikrining vaji shudur. O'ng mingini ishlatishga mahir kishilar bilan sol mingini ishlatishga mahir kishilarning sheylarga bo'lgan qarashi ko'pincha o'xshamaydi. Vaholanki bugün biz sol mingning iqtidori kuchab ta'kidlanayotgan davrda yashayapmiz. Til yiziq iqtidori, logikalik aqliy yakun, bevosita sezim, san'at, talant qatorliq iqtidorlar ancha e'tiborga erishilmayotdi. Shunga o'ng mingning funksiyasini joriy qildirishga kuchaydigan kishilarning ozlab ketishining ajablanguvchiligi bo'lmasa kerak. Yani vaholanki bugün biz sol mingning iqtidori kuchab ta'kidlanayotgan davrda yashayapmiz. Til yiziq iqtidori, logikalik aqliy yakun, bevosita sezim, san'at talanti qatorli iqtidorlar ancha e'tiborga erisholmayotdi. Buni atrofimizda qarasakmi, buni bilib yetalaymiz qadrli qarindoshlar. Shunga o'ng mingning funksiyasini joriy qildirishga kuchaydigan kishilarning ozlab ketishining ajablanguvchiligi bo'lmasa kerak. Sol mingi nima ish qildiki, qayta bir ko'rib chiqaylik. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha odamning mingisi o'ng va sol ikki qismga bo'linadi. Sol mingining asosiy funksiyasi logikalik tafakkur va til iqtidorini bertaraf qilish. O'ng mingi bo'lsa odamning ijodkorlik iqtidori bevosita sezimini idora qiladi. Sol mingi yiziqni, o'ng mingi suratni bertaraf qiladi. Sol mingi qismanlik yoki tahlilga ahamiyat beradi. O'ng mingi bo'lsa bir bütünlük ve birlikka ahamiyat beradi. Qarab boqaylik. Vaholanki bugün biz sol mingning iqtidori kuchab ta'kidlanayotgan davrda yashayapmiz. Yani bir narsani bir uchidan tutib olsa, hammasi shu deb qaraydigan qarash sol mingning funksiyasining qarashi ekan, qadrli qarindoshlar. Ama o'ng mingi bir narsaga bir bütünlük qaraydigan mandaq bir funksiyasiga ega ekan. O'ng mingni taraqqiy qildirishning ikki xil yo'li bor debdi. O'ng sol mingning ikki xil ish taqsimotini oydinlashtirib olgandan keyin o'ng mingdagi ijodkorlikning birinchi qatimliq yaratishning muvaffaqiyatiga ko'rsatadigan ta'sirining cho'ngligi o'zligidan ayon bo'ladi. Biz o'ng mingning iqtidorini qancha ochgan sari zihnimiz shuncha kuchaydi ve universal iqtidorimiz
şuncha aşıdır. Zaman makan tusalgılardan halkıp, hayatlık nişanımızını texmi obdan densiyalaymiz, fikir yolunu kengaytish ve zihnini meşqlendirish, olmanı terakki kıldırıştaki iki xil yol hesaplanıdı. Nima debdi? Fikir yolunu kengaytish ve zihnini meşqlendirish. Fikir yolunu kengaytish ba'zida tasodifiy zarbi tufayli kishilarda ko'zni yumib ochqicha sol miyadagi tafakkur o'ng miyaga yo'tkilib qoladigan ahvollar ko'riladi. Masalan, yaqin tuqqanlar qazo qilgan, og'ir kasallikka giribdor bo'lgan, iqtisodiy krizga uchragan yoki mushkul ahvolda qolganda biz boshni qamollaganimizcha o'z-o'zimizga men uchun nima muhim, bu hayotda qo'g'dishadigan nima deb savol qo'yishimiz tabiiy. Bunu o'zgarishning yo'li nihoyat ko'p. Masalan, savol qo'yishimiz tabiiy. Aktiv tashabbuskor kishilar bundoq endikmaydi. Balki fikr yo'lini kengaytirish orqali tafakkur usulini aniq o'zgartiradi. Bunu o'zgartirishning yo'li nihoyat ko'p. Masalan, bu babning muqaddima qismida to'xtalib o'tgan o'zining oxiratligiga qatnashishni tasavvur qilish buning bir amaliy misolidir. Qani hozir o'zingizning ta'ziya nutqini yozib sinab baqing. Qancha tafsili bo'lsa, shuncha yaxshi. Kumush to'y va oltin to'y xotira kunlaringizni tasavvur qilib baqing. Jo'ringizmi maslashsin. Onun bilan nikah munosabatingizning qanday bo'lishini arzu qiladiganligingizni va uni qanday ishga oshirish kerakligi haqida erkin fikr almashtirib baqinglar. Dam olishga chiqqandan keyingi holatingizni tasavvur qilib baqing. U chaqqicha jamiyatga qanday to'pa natijalarni qoldirishni umid qilasiz? Dam olishga chiqqandan keyingi turmush haqida yana qanday planlaringiz bor? Ikkinchi qatim igilik tiklashni o'ylab ko'rdingizmi? Bütün zihniniz bilen yuqorqi masalalarni inchikilab o'ylanib baqing. Men universitetda yuqorqi o'xshab ketadigan bir sinab ishlagan. O'quvchilarimga navodi sizlarning bir mavsumlik vaqtinglar qoldi deb faraz qilsak, undaqda sizlar bu eng oxirgi o'rganish fursatini qanday tutatdinglar? Bu mavsumni qanday o'tkazadiganligingizni tasavvur qilib baqinglar dedim. Fikr yo'li tuyuqsiz o'zgargandan keyin o'quvchilar yangi qarashlarni bayqab yetdi. Men ularga bir hafta vaqt ichida mushaqil fikr yo'li asosida o'zini dangsab ko'rishni hamda har kuni ta'sirot yozishni urunlashtirdim. O'quvchilarning ba'zilari ota-onasiga xat yozib, o'zlarining ularga bo'lgan vafodorligi va madhiyalarini ifodaladi. Ba'zilari munosabati yiriklashib qolgan qarindoshlari yoki do'stlari bilan qaytadan yarışıp aldı. Bular kişini çoğunqur o'yga soladi elbette. O'quvchilarning faoliyat mizoni ko'rinishdir. Kunlarning birida faqat qisqagina bir necha oy umringiz qolganligini his qilganingizda jidal majra, o'ch adovat, iza, ahanet, tapa ta'nilarning hech nimaga arzimaydiganligini to'nib yetasiz. Prensip ve kıymet karışınızda mislisiz yükseliş buludu. Kişiler tasavvur arkalık kalbideki hakiki kıymet karışını kızıp çıkarlaydı. Gerçi okşamagan tasavvurga tayansımı ama ünüm bir hakiki üzünü tepiştir. Ünüm bir yani hakiki üzünü tepiştir. Köngül koyup hayatlık nişanınız hakkında izlenişini halısınızla. Hayatga samimiy qalbi bilan muomala qila olasiz. Tafakkur yo'lingizni kengaytib, yiroqlarga nazar tashlay olasiz. Qalbni mashqlantirish va muayyanlashtirish, o'z-o'zini yetaklash, qalbni mashqlantirish va muayyanlashtirish degan bir tema. O'z-o'zini yetaklash faqat bir parcha burish xitobnomasi bitib qo'yish bilanla ishga oshmaydi. O bir xil ulug'vor nishon va qimmat qarash tiklash, shundaqla o'z turmushini prinsip orqali ratlash jarayonidir.
O mana bu jarayonda qalbni mashqlantirishga yordam beradi hamda to'g'ri ish faoliyatlaringizni muayyanlashtiradi. Bu orqali turmushingizni buruch kitobnomasiga texmi moslashtiradi. Bu nishonliq boshlashning boshqacha bir xil qo'llanish shaklidir. Muayyanlashtirish shaxs, aktivlik, qat'iylik, real ko'rinish, to'yg'u qatorliq 5 asosiy omilni o'z ichiga oladi. Muayyanlashtirish shaxs, aktivlik, qat'iylik, real ko'rinish, to'yg'u qatorliq 5 asosiy mazmunni o'z ichiga oladi. Amilni. Masalan, farzandlarimizning nomuvofiq qilmishlarini bayqagan vaqtimda men shaxs, ya'ni aql parastim, kuyimchanligim, mustahkam maydonim va tizginlash rulim, ya'ni aktivlik orqali vaqtida inkas qaytiraman, qat'iylik, natijada ko'nglim taskin topadi. Bu ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan real jarayon bo'lib, zihinni mashqlantirgili bo'ladi. Men her günü bir qancha minut vaqt chiqarib, yangi ro'y holatda bolalarning qilish ehtimolli bo'lgan turli nomuvofiq qiliqlari hamda o'zimning uni tuzatkizish usullarini xiyol qilaman. Mumkin qadar har bir inchikal qilag'ish tasavvur qilaman. Tasavvurim qanchaki jonliq bo'lsa, kallamdagi bu ko'rinishmi shuncha ro'shan bo'ladi. Shundaqmi bu xil tuyg'uni xuddi o'z beshimdan kechirayotgandek his qilaman. Ilgari o xotinimning bo'lmag'ur qiliqlarini ko'rsam, yurak ritmim qalaymakonlashib, ochiqdan yirilg'idek bo'lib ketdim. Lekin hozir mehribonlik va o'z-o'zimni tizginlash iqtidorimning ta'siri ostida to'g'ri inkas qaytira oladigan bo'ldim. Hozir qimmat qarashim va buruch kitobnomamga asosan programma tuzib, hayotlik ssenariyamni qaytadan yoza oladigan bo'ldim. Mubodo har vaqt shunda qila olsam, ish harakatim tadrijiy holda o'zgarib bordi. Hatto kayfiyatimni butunlay kontrol qila oladigan, sovuqqonlik bilan vaziyatga moslasha oladigan holga yetishim mumkin. Shu vaqtda tashqi muhitning ta'siriga uchramagan, o'zimning qimmat qarashini asos qilgan hayotlik ssenariyam bitib chiqdi. O'g'lim Sho'rin to'liq o'rta maktabning Zaytuntop atratining kvartira beki edi. Men uning o'zini muayyanlashtirish usulini ta o o'ziga o'zi tatbiqlagan qadar bo'lgan qadar o'rgatgan edim. Dastlabda uningga cho'nqur nafas olish va muskullarni bo'shatish usuli orqali o'zini yengillatishni, ondan keyin qiyinchilik darajasi yuqori musobaqalarga qandaq ruhiy hozirlik ko'rish lozimligini o'rgatdim. Bir qatim o musobaqa vaqtida jiddiylashib qolganligidan zarlandi. Inchki fikrlashgandan keyin uning kallasida xatar ustida turayotgandek bir holatning shakllanayotganligini bayqadim. Shuning bilan uning qattiq besimga uchragan vaqtda qalbni qandaq mashqlantirish orqali o'zini yengillatgili, xotirjam, eg'ir besiq ro'yi holatni saqlag'ili bo'ladiganligini o'rgatdim. Biz qalbni mashqlantirish mazmunining to'g'ri xatoligining to'liq muhimligini, mashq xato bo'lsa erishgan natijami o'xshashli xato bo'ladiganligini bayqadik. Doktor Charles Karfeld tinarket ve korxona sohasidagi nurg'un dog'liq kishilar ustida tadqiqot elib borgan. Hatto olam uchquvchilarining uchishdan ilgari yer yuzida elib boradigan taqlidiy mashqlar ustidami tadqiqot elib borgan. Natijada ularning ichidagi nurg'unlari munavvar tanarketchilarning o'z ichiga oladi. Nurg'unlarining bu xil qalbni mashqlantirish mahoratini obdan ilgilenligini bayqagan. So'da ustidagi munozara, sahnada numar ko'rsatish, odatdagi musobaqalarga qatnashish yoki qiyinchilikqa uchrashdan ilgari yuqoridagi mashqlarni ko'proq elib berish kerak. Bu xil mashqni toki hech nimadan qo'rqmaydigan holat shakllangan qadar davomlashtirish kerak. Buruch kitobnomasini yozish va amaliyotini o'tkazishda ijodkorlik va bevositizmni idora qiladigan o'g'ming'a bizning eng yaxshi
baylıqımız hesaplanıdı. Elbette, özümüzü ünümlük yetekleş, kalbini meşgulendiriş ve muayyenleştiriş usullerinin hemmisi hayatlık nişanı ve asas prensipler hakkında çoğunkur oyulmuş asası da barlık kilidir. Hem de öz hayat layihemizni turguzuşta, nişan ve prensiplerini düşünüşümüzde zor rol oynaydı. Tarixning sınıfını ötken her kandak dini talimatlarımı bu xil prensip ve emeller bilen üzektaştır. Gerçi atılışıda kısmen fark bolsunmu, mahiyeti bulanın hemmesi an idrak ve tasavvur gücü bilen ziç münasebetlik. Kalbini meşgullendiriş ehemmiyetlik iş bolsunmu, lekin onu çokum ahlak, fazilet ve prensip üstüge kuruş lazım. Bolmasa hata yoki qalaymagan işletilişi bulupmu asalla şahsi nam, şeref kuch üçün tatbiqlanishi mumkin. Kalbni meşgullendirish ve muayyenleştirish kişilik hayatını layihələşdiki bir xil vasıta. O herkes turmuş merkeziga xilaf bolmaslıqı. Bulupmu pul mal, özümçülük yoki noto'g'ri prinsip üstüge kurulgan turmuş merkezlerini mənbə qılınmaslığı kerak. Tasavvur gücü kişilerin nam mənfəətiga eriş arzusuga yetişiga yordam berələydi. Ama bu hal uzaqçı davam etemeydi. İşinimenki mol tasavvur bilen bilim, an idrakning rolü ortak cari kıldırılsa, özüdün halkı, özüge xas nişan ve prensip üstüge kurulgan yuqori ünümlük turmuşni berpa qilish tamamen mümkün. Öz rolü ve nişanını muayyenleştiriş. Kadirli qeyrindaşlar, birlikte ögünüvatqınımız önümdar kişilerinin 7 adeti Amerikalik yazgıcı Stephen Covey'ninki dağınlıq kitabı kadirli qeyrindaşlar. Bu şunundan biz 7 adetinin ikincisi nişanlıq iş başlaş degen adetinin en ahırdaki mezmunlarını birlikte ögünüvatımız kadirli dostlar. Öz rolü ve nişanını muayyenleştiriş. Adem hayatıda ata-ana, er yoki xotun, başqurguchi, xizmatchi, urug' tuqqan ve dost birodarlik degandek rollarni oladi. Shundaqla o'xshamagan mas'uliyatlarni o'tab chiqadi. Ba'zida uni deb buningdan quruq qoladigan ishlar tabiiy yuz berib turdi. Buruch kitobnomasi yozganda bu nuqtai nazardan soqit qilmasligimiz kerak. O'xshamagan rol salohiyatlarning doirasini ayirib, aniq nishon turg'izib bilishimiz lozim. Kasbda balkim mulozimatchi, boshqurg'uchi, bozor ochquchi degandek rollarni elishimiz, turmushda balkim ayol, ota-ona, qo'shni do'stlarning rolini elishimiz, undan boshqa siyosiy, iqtisodiy jihatdan o'xshamagan rollarni o'ynab, o'xshash bo'lmagan arzu va qimmat o'lcham bo'yicha harakat qilishimiz mumkin. Tuanda bir shirkat boshquruvchining o'zining roli va nishoniga qarta turg'izgan buruch xitobnomasiga nazarimizni ag'dirib ko'rayli. Mening nishonim to'g'ri yashash, boshqalarga belgilik darajada ta'sir ko'rsatish, jamiyatga ozdir ko'pdir tuhfa qo'shish. Yuqorqi burchimni o'rindash uchun o'zimni tuvanligicha talab qo'yaman. O'zimga tuvanligidek talab qo'yaman. Mehir muruvvetlik bo'laman. Avomga yaqinlashib, yuqori tuvan ayirmayman, hammanglarni qizg'in suyman. Badal to'lashdan qochmayman. Nishonimga yetish uchun vaqt, aql, farosat ve mal mülkümni sarf qilaman. Başqalarni ilhamlandırman, başqalarga ulgu bo'laman, insonning jimi mavjudotdan ustun turadiganligini, har qanday qiyinchilikni yengib ketadiganligini amaliyatim orqali isbotlayman. Hayotlik burchimni ado qilishda tuvandagi rollarni oldin o'ylashiman. Erlikda xotinimni hayotimdagi eng muhim odam deb bilaman. Japadımı halavettim birgi bo'laman, qo'l tutishib alg'a ilgarilayman. Otalikda farzandlarimga kishilik hayotning o'ksimas xushalliqlarini his qildiraman. O'g'illikda
Ata-ana, akık qarindoshlarımning mehr muhabbetini ularga her vaqt hamqon bo'laman. Taqvodorlikda imonimni ching turaman, ahli qavmning xizmatida bo'laman. Qo'shnidarchilikda o'pcha-ramdikilarga qo'limdan kelishicha yaxshi muomalada bo'laman. O'zgartuvchi bo'laman. Kollektivdagilarning o'z rolini joriy qildirishiga ilhom, madad beraman. O'g'inishda har kuni belgilik yangi bilim egallayman. Hayotdagi rolingizni muqimlashtirsangiz, hayotingiz texmo nurlangusi. Bundaqda o'zingiz oladigan har bir roldagi uzoq muddatlik nishonni belgilay olasiz. Bu nishonlar sizning haqiqiy qimmat qarishingizni, shuningdek o'zingizga xos qobiliyat va burish tuyg'ungizni texmo yaxshi namoyon qilib beradi. Rol va nishon bizga hayotning mukammal qurilmasi va yo'nalishini ko'rsatib beradi. Navada siz o'zingizda burish xitobini kamchil deb qarasangiz, onu hazır yazışını başlang. Ailenin buruç kitaplarımızı. Şəxsdən başqa, ailedimi ortak nişan asasında bir niyet, bir məqsəddiki dərgah qılıb, qurub çıxış tamamen mümkün. Nurgun ailelerde kişilik münasibətlərini bertaraf qıldığan noqon prinsip yox. Köpüncisi ötkünç qızıqış, yoki öz xahişi bu iş görüşke adetlengen. Uzaq müddətlik planın eğiz etiş texmo mümkün emas. Şu sebepten azraqla besin payda bo'lib qolsa, hammaning arami buziladi da o'zaro tapatana, masxira yoki o'zini qochirishga tushadi. Bu xil muhitda o'sgan bolalar biror ishga duch kelib qolsa, ya janjallashib g'avg'o ko'taradi, yoki beshini ichiga tiqilibla o'zini qochirishga urinadi. Amaliyotda har bir oilada bir eg'irlik markazi, o'rtaq qimmat qarash va ideya mavjud bo'ladi. Oila kitobnomasi turg'izish bu eg'irlik markazini texmo gavdalantirish deganlikdir. Oilaviy buruch kitobnomasi asos qonunga o'xshash, barliq foyda ziyonni o'lchash, muhim qarorlarni chiqarish, shundaqla oiladagilarni o'rtaq nishon asosida ittifoqlashtirishda tengshaklik rol o'ynaydi. Oilaviy buruch kitobnomasini yozishda jarayon bilan natijaga teng ahamiyat berish kerak. Uni butun oiladagilar o'rtaq muzokaralash asosiy yozish va qarorlik tuzitib turish kerak. Bundaq bo'lganda oila a'zolari orasidagi tushunchani texmo kuchaytirib, shuningdek oila a'zolarining amalga oshirish ishonchini texmo oshirg'ili bo'ladi. Krizis yoki qiyinchilikqa duch kelganda oila buruch kitobnomasi butun oiladagilarning o'rtaq nishoni asosida o'tgandan o'tib ketishiga yordam beradi. Bizning uyda tamg'i bir parcha oila kitobnomasi chaplangan. Uningda hammamiz birlikda tuzib chiqqan, o'zaro hamkorlashish, pokizlikni saqlash, til orqali hissiyotni ifodalash, ixtisosliklarni yetishtirish, oiladagilarning talantini zo'qlanish qatorliq prinsiplar xotirlangan. Her yili konu o'qish yili oxirlashadigan 6-oy va yangi o'qish yili boshlanadigan 9-oyda hammamiz birlikda tuzatish kirgizib, uni ahvolimizga texmo uyg'unlashtiramiz. Endi kollektiv buruch kitobnomasi. Kollektiv buruch kitobnomasi. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz bu Stephen Covey'ninki Unumdor kishilarning 7 odati degan kitobdan 2-odat nishonliq ish boshlash, o'z-o'zini yetaklashninki oxirgi mazmunlarga keldik. Kollektiv buruch kitobnomasi. Muvaffaqiyat qozongan bir shirkatga nisbatan elib aytganda buruch kitobnomasi o'xshashli intayin muhim. G'olliq shirkat maslahatchisi bo'lish sifatim bilan asos qiladigan ishimning biri shirkatlar bilan hamkorlashib, shirkatning
uzak mezgillik nişanını tüzüp çıkıştır. Yani şirketler bilen kıldıgan işi nima ekan deseniz bu adamninki o'sha ishlardan biri şirketler bilen hamkorlashib şirketning uzak mezgillik nişanını tüzüp çıkış. Bu xil nişan chuqum şirketdagi barliq xodimlar tarafidan tuzilishi kerak. Nişan turg'uzish az sondagi kishilarning imtiyoziga aylanib qolsa bo'lmaydi. Bu yerda yana shuni qayta ta'kidlaymizki, nişan turg'uzishga qatnashish bilan yozma hosilotni ko'rish o'xshashli nihoyat muhim. Yana kelib, bular xitobnomani reallaştirishdagi tüp halqidir. Her qatim MBA şirketininki işçi xizmetçilerini terbiyelashga bağınımda to'lama hayajonlanaman. MBA şirketinin asosliq boshqaruvchisi her vaqt işçi xizmetçilarga şirketning, yani shaxsning qadr-qimmati, komillik va mulozimatdan iborat 3 chong prinsipni ta'kidlashni unutmaydi. Qaysi ekan? Shaxsning qadr-qimmati, xizmet kamillik ve mulazimettin ibaret 3 chong prinsip. Yuqorqi 3 prinsip MBA'dagilarning xizmat qiblanamisidir. Meni qandaq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar şirket xodimlarining hammasi boshdan oxir bu prinsipga amal qiladi. Esimda qilishicha New Yorkda MBA şirketining bir bilak ishchi xizmatchilari qarata tarbiyalash elib berildi. Kursatlarning soni ko'p emas, taxminan 20 atrofida edi. Kutilmaganda Kaliforniya shtatidan kelgan bireylar jiddiy kasaldan yiqildi. Tarbiyalashga mas'ul xodim aslida uni yaqin atrofdagi doktorxonaga o'rinlashtirishni o'yladi. Lekin uningga yana oilasidagilar qarasa texmi yaxshi bo'ladi. Navbatchi aeroplanga saqlasa bemorning hayotiga xavf yetish ehtimolligi bor edi. Shuning bilan shirkat maxsus tikuchar aeroplan yollab bemorni aerodromga, o yerdan yana bir aeroplanni ko'tara olib Kaliforniya shtatiga yo'lga soldi. Qanchalik pul ketganini bilmayman. Balkim necha ming Amerika dollari ketgandi. Kishilik qadr-qimmat prinsipi bo'yicha MBA shirkati bunchalik badal to'lashni xohladi. O'z navbatida bu yana shirkat xodimlarini tarbiyalashdagi yaxshi fursat edi. Kishilik qadr-qimmat haqidagi bu ta'sirlik amaliy misol hali ham esimden çıkmaydı. Yana bir zincirsimon mehmonxonaning mulozimat pozitsiyasimi o'xshashla hali ham esimda. Bu herkesmi ulardagi ustadlik bo'lmasdan, balki bütün ishchi xizmatchilarning vujudiga singib ketgan angliq xizmat ifodasi edi. Ayni vaqtda men bu mehmonxonaga bir qatimliq muhokama yig'iniga riyosatchilik qilib kelgan edim. Kechikib kelgachga tomoq tugab ketgan edim. Mulozimat supasidagi xodim oshxonaga berib beqishimni aytdi va yana tashabbuskorlik bilan oldi bilan yig'in zalini ko'rib boqamsiz. Sizga biror narsa lozimmi deb so'radi. Mana bularni da'vatgan vaqtda yenimizda hech qanday boshqaruvchi xodim yo'q edi. Ikkinchi kuni muhokama boshlanganda to'satdan qalam elib olishni unutib qolganligimni esimga olib, yig'in oraliqidagi vaqtda bir mulozimatchiga bu ahvolni aytdim. Mulozimatchi ism kartamga bir qo'r ko'z yugurtgandan keyin "Ko'yapandi, bu ishni menga topshiring" dedi. O herkes boshqalardan so'rab boqasiz yoki mulozimat supsidagilardan so'rab boqing demedi. Balki eg'izimdan chiqib bo'lguncha boshqalarga mulozimlik qilishni sharaf deb bildigan bir xil xushallik ilkida menga qo'l uzatdi. Şu ishdan keyin men ishchi xizmatchilarning mulozimat qizg'inligiga oid nurg'un misollarni uchratdim. Bu ishlar menga nihoyat cho'nqur ta'sir qildi. Ular qandaqsiga xaridorlarni hammadan ustun o'ringa qo'yib, a'lo mulozimat qilishni o'z prinsipi qila olgan. Men har qaysi qatlamdagi o'xshamagan xizmatchilarni ziyorat qilish orqali ularning fazilatining to'limi esil, pozitsiyasining aktivligini bayqadim. Shuning bilan menda direktor bilan ahvollashib beqish ishtiki tug'ildi. O bana mehmonxonaning burch xitobnomasini ko'rsatdi. Men xitobnomani ko'rib, xitobnomalar haqiqatan o'zguch ekan. Nurg'un shirkatlar ajoyib ulug' nishon turg'izib olgan bilan
Onu əməlgə aşılaydığını bək az dedim. Direktör bana yeni şirketinin setiş nişanını gösterdi. Bu şirketinin mal setişqə aid xitabnamız idi. Bu şirketinin öz əhvalımızға asasen tüzüb çıkılgan yetekçi prinsipi. Bunu kim tüzgen? Barlıq hizmetçiler. Tazlıq işçileri, ayal kütükçiler, xətçək işlərə məsul kadrlarımı qatnaşdı mı? Elbette şunda bulundu. Bu iki yürüyüş xitabnamıda bütün mehmanxananın hizmet nişanı əks ettirilgan idi. Bunların bunca zor nəticələrə erişişi həqiqətən əcəblənerlik emas idi. Xitabnamə işçi xizmətçilər bilan xeridarlar, işçi xizmətçilər öz ara münasibətini yaxşılaşqa payılıq bulub qalmay, yəni baş qurğucuların rəhbərlik usulü, hətta işçi xizmətçilərin təşkilləş, tərbiyələş və iş haqqını östürüş qatarlıq paravallıq işlərə təsir göstərdi. Adamı en hayacanlandırdığını bu yerdeki işçi hizmetçiler birer hatalık sadır kılıp koysa baş qurğucularga təşəbbüskarlıq bilan doklad qılıdigan. Mən mehmanxanaga düşüb ikinci günü mehmanxana direktoru üz alaydan telefon qılıb mülazimetinin degəndək ətraf bulanmağanlığını eğitip keçürüm sorudu. Yani texi bizden naşlıq bilan kütüb aldı. Yatak kütükçüsü içimlik su əkirgəndə bəlgələnən vaxtdan 15 minut keçikib qalğan idi. Mən onunla pisən qılıb ketməyən, o bu işini özü doklad qılıb çıxmasa, bu işini heç kim oxumaydı. Lakin o öz xatalığını etiraf qılıb, xeyridarlığa texmi ətraflıq mülazimət bilən təminləşki tirişqan idi. Bu bizə qandaq şirket mədəniyyətini düşəndürüb bürüdü. Aldığım mehmanxananın direktörü etkinimdək, nurgun şirketlerde acayip uluq var, yüksek inşallah. Gerçi bunların hemmisi oxşaşla buruç kitabnamesi bozumu. Bırak barlıq hizmetçi xadimlə birlikdə tüzüb çıxan buruç kitabnamesi bilen az sandık hizmetçiler tüzüb çıxan kitabnamı arası da elbette asman zimin fark var. İştirak kılmasa ayan bulmaz. Kadirli qeyrindaşlar, birlikte ügün atqınımız Stephen Covey'nin Önümdar Kişilərinin 7 adeti degen kitaptın ikinci adet öz üzünü yetekleş, yani nişanlıq iş başlaş degen adetinin ahırkı kısımlarını birlikte ügün atımız. İştirak kılmasa ayan bulmaz. Ailenin ölçük alğan kollektivlarının hemmisi de əzalarının nişanını düşənməzlikdən ibarət negizlik mesele mevcut. Ben həmişə işçi xizmətçilərinin şəxsi nişanı bilən şirket nişanının bir-birine uygun kelməyətqanlığını, yani nurgun şirketlərinin maaş düzümü bilən eğizığı bir elip kök götürüvatqan nişanının özürə mas kelməyətqanlığını körüp turumən. Şunun başqa bir şirketinin buruç xitabnaməsini közdən keçirdiğin vaxtda xizmətçilərdən qançilik adımınla buruç xitabnamələrini barlığını bilirdi, qançilik adam onun məzmununu bilirdi. Buruç xitabnaməni tüzüşkə qançilik adam qatnaşqan, qançilik adam bunun həqiqi mənisiga yetib, qarar çıxırış davamı da onunla asaslanıdır deb sorayman. Qaytını qıldım. Qançilik adamınla buruç xitabnamələrini bağlığını bilirdi. Qançilik adam onun məzmununu bilirdi. Buruç xitabnaməni tüzüşkə qançilik adam qatnaşqan, qançilik adam bunun həqiqi mənisi yetib, qarar çıxırış davamı da onunla asaslanıdır deb sorayman. Qatnaşış to'lish hosil qilishning asosiy. Bu qayta ta'kidlashga arziydigan prinsipdir. Kichik bolalar yoki shirkatlar, yangidan kirganlar oila shirkatning xitobnomalarini o'ylashmanglar qabul qilib oladi. Lekin cho'ng bo'lganda, pishib ketilganda yoki muhitga o'zlashganda o'zlaridan mustaqil iroda tiklab xitobnoma tuzishga qatnashishni talab qiladi. Muborak xitobnoma tuzishga əzalarının hemmisi qatnaşmasa, xadimlarının qızğınlığı və qeyrət şicaətini qozğaş
qiyinga to'xtaydi. Men teşkil çokum samimilik bilen avarıçlıktan korkmay, keng pikir toplap, kollektifga ortak buruç kitapnamız tüzüp çıkış gerek dep qarayman. Stephen Covey'nin gibi. Hemmeylerin ortak arzusu ve kıymet karışığa hakiki uygun buruç kitapnamesi ularning ijodkorlik kuchi ve özünü beg'ishlash ruhini urg'utadi. Bundak adamlarni atrofdagilarning yetaklishi, nazorat qilishi ve tanqid qilishi behojat. Çünkü ular allaqachon o'zgarmas yadroluk prinsip ve şirketning ortak nişanını öz vücudida özleştirip boğan bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, eng oxirgi bir mazmun foydali ko'rsatmalar degan mazmunga keldik, jinim do'stlar. O'rganayotganimiz Stephen Covey'ninki önümdar kişilerinin 7 adeti, yani 7 tane xislati to'g'riliq o'rganayotimiz. Foydali ko'rsatmalar. Birinci, bu babning muqaddimesinde bayon qilingan depni murosimini ko'z oldingizga keltirib, o'zingizda sinagan paytdagi ta'siratingizni bir qor ratlab chiqing. Ikkinchi, navbatdagi tushunchangiz asosida hayotingizda o'zingiz o'tayalaydigan rollarni yozib chiqing. Hozirgi o'tayotgan rolingiz va turmushingizdan rozi yoki emasligingizni tekshirib qo'ying. Her gün vaqt chiqarib, o'zingizning buruch kitobnomangizni to'liqlang. 4. Bu bobda bayon qilingan har xil turmush markazlari asosida ish harakatingizning qaysisiga mos keladiganligini tekshiring. Siz buningdan rozimi? 5. Buruch kitobnomangizni yozish uchun kerakli xotira, naql, oy fikr hamda işletish ehtimolligi bo'lgan her xil materiallarni to'plang. 6. Yaqinqi bir mezgil ishida shug'ullanish ehtimolingiz bo'lgan ma'lum bir ishni o'ylang va ijodkorlik prinsipidan foydalanib, o'zingiz erishmoqchi bo'lgan natija va tegishli qadam bosqichlarni yozib chiqing. 7. Oilangizdagilar va xizmatdoshlaringizga bu bobdagi muhim mazmunlarni so'zlab bering hamda ko'pchilikka oila yoki kollektivning buruch kitobnomasini o'rtaq tuzib chiqish taklifini bering. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib bugun bizning o'rganishimiz mishagicha bo'ldi. Stephen Covey'ning Önümdar kishilarning 7 adeti, The 7 Habits of Highly Effective People degan kitobninki Uyg'urchasidan birlikka mazmunlarni o'rgandik. Endi 5. bab kelarki soatimizda 3. odat muhim ishni boshda qil. O'zini boshqarish prinsipi. Unumli boshqarish 3. odat nima ekan? Muhim ishni boshda qil, ya'ni first things first deymiz-ku, shunga o'xshash prinsip ekan. Buningda unumli boshqarish muhim nuqtani egallash shakldagi boshqarish bo'lib, u muhim ishni boshqa qo'yishni ta'kidlaydi. Boshqaruvchi xodimlar nimaning muhimligini bekitgandan keyin o'zini qattiq tizginlashi, his tuyg'u, kayfiyat va hayajonlanish qatorliqlarning ta'siridan mustasno holda butun kuchini muhim nuqtaga qaratish lozim, debdi jinim do'stlar. Unda bo'lsa, meni qarasanglar, o'zaro tayinish mezgili, mustaqillik mezgili, tayinishchan mezgil deb 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mazmunni ko'rsatibdi qadrli qarindoshlar. Unda bo'lsa, birlikte bugungi o'rgangan darsimiz mushagicha tamom bo'ldi qadrli qarindoshlar. 2. babni tugatdik. İnşallah 2. odat nima? Endi 3. odatga kelar hafta sizlar bilan yana mush kitobdan birlikte o'rganib mangamiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Yeni yılning oxirgi haftalarida turyapmiz. İnşallah bu yilgi barliq yetkizgan barliq kitoblarimiz, o'qigan kitoblarimiz hammalarninki
paydası bo'lg'ay inshaalloh. Hammanglarningki yaxshi bir ta'tilni o'tkazishinglarni umid qilib Allohning o'ziga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.